Assalomu alaykum. Xo'rozni mana ko'niri bor, mana Jasur akamni xorozxonalariga keluvdi. $10,000 sotilgan xorozlarini linasidan ekan. Yaqinda sotibsiz 10,000 ga. Xorozlar ham padarka emas. Tushuntirib bering, qaysi linadan bu? Bu xo'roz otasi Turkmanistonda chempion bo'lgan, Tojikistonda ham chempion bo'lgan. Sal yaqinroq. Chempionlik linadan. Akalari ham oldingi chempion bo'ldi. Qarshida chempionatda chempion bo'lgan akalar. Xudo xolisa bu yil buni ham olib chiqamiz chempionatga. Kaptarlarni ovamiz, har xil kenguru, qo'y, hamma hayvonni ovamiz, jonzotlardan shu xorozni hech olmagan ekanman deb birinchisizikidan boshlayman. Mana illani ko'ribchi, vashshi mazza qiladi-yu buni xoroz o'zini ko'rib. Mana eshikni qanani ochilishi, mana buni ko'ringlar, eshikni ochilishini. Har bittasi mana shunday ochilar ekan. Borib, keyin hayron qolgan ana ventilyatorni jamoldirib yo'q boring. Mana buni qaraylik, ventilyatori ham bor ekan bu yerda. Borib, ishlatib ko'ring mana. Achi gap bo'lish mumkin emas lekin xorozxonalarni liniyani zo'rlari yig'ilgan ekan mana. Bu yerda nimadir? Ana o'rta saroy, mana o'rta saroyda. Mana joylarni ko'ringlar, bu yoqda ham bor ekan mana. Mana yo'llarni ham ko'ringlar, bu yoqga mana endi jo'jalardan tashladi bu yoqda. Ashi gap bo'lish mumkin emas degan. Ashi ma'nosi sindim degan, bor illarni. Yorib ortdilar degan. Ishqozlab mazza qiladi, mana shu yerda o'tirib borib, mana shu yerda o'tirib, qana suvda qana ochib, mazza qiladi deb o'tdi bor. Bir ishqozlar tushunadi deb bor ishqozlar. Oling jamollarga charcholashib ketadi. Mana shunaqa dam olamiz deb biz mana shu jonzotlarga ishqboz bo'lsa, Jasur aka gap bo'lish mumkin emas lekin yorib borib sizlar borib